Kitob inson tafakkurini yorituvchi chiroq, kutubxona esa ana shu ma'naviy nur manbaini keng jamoatchilikka yetkazuvchi maskandir. Jamiyatning intellektual darajasi, yoshlarning dunyoqarashi va xalqning madaniyatini yuksaltirishda kutubxonalarning o'rni beqiyos. Bugun har bir hududda kitobxonlikni rivojlantirish, zamonaviy axborot kutubxona xizmatlarini yo'lga qo'yish, aholining kitobga bo'lgan mehrini oshirish dolzarb vazifalardan biridir. Shu maqsadda bugun hokimlik soatida berilgan topshiriq ijrosi doirasida viloyat rahbari Erkinjon Turdimov Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi faoliyatini yaxshilash, viloyatda kitobxonlar safini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Dastlab viloyat rahbari axborot kutubxona markazida olib borilayotgan ta'mirlash, tiklash ishlari bilan tanishib, kitobxonlarga qulay sharoit yaratish, binoni zamonaviy talablar asosida jihozlash, yoshlar uchun innovatsion o'quv zonalari tashkil etish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Taqdimot jarayonida viloyatdagi kutubxonalar faoliyatida bir qator muammolar mavjudligi qayd etildi. Jumladan tuman shahar axborot kutubxona markazlarining to'laqonli faoliyat yuritmayotgani, ayrim binolarning yaroqsiz holga kelgani, isitish va sovutish tizimlaridagi kamchiliklar, shuningdek zallarda yorug'lik yetishmasligi kabi masalalar muhokama qilindi. Viloyat rahbari bu borada mas'ullar tomonidan yetarli tashabbus va amaliy takliflar ilgari surilmayotganini tanqid qilib, taqdimot va tayyorgarlik darajasini qoniqarsiz deb baholadi. Yakunda viloyatdagi kutubxonalar faoliyatini yaxshilash, kitoblar fondini boyitish hamda aholining kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida viloyat hokimligi huzurida ishchi guruh tuzish va yo'l xaritalarini ishlab chiqish topshirig'i berildi. Shuningdek, 15 kun muddatda ishchi guruhning amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotini tinglash belgilandi.